Diqqat, aholiga tezkor xabar. 1-sentyabrdan pensiya va ijtimoiy yordam tizimiga yangi o'zgarishlar kuchga kiradi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Yangi qarorga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab yana bir toifadagi fuqarolarga har oylik parvarishlash nafaqasi tayinlanadi. Kimlarga nafaqa beriladi? Endilikda 18 yosh va undan katta bo'lgan, chuqur darajadagi aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan shaxslarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga har oylik parvarishlash nafaqasi to'lanadi. Nafaqa miqdori qancha bo'ladi? Ushbu nafaqa 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga to'lanadigan nafaqa miqdoriga tenglashtiriladi. Bu esa ko'plab oilalar uchun muhim ijtimoiy yordam bo'lishi kutilmoqda. Muruvvat internet uylari nomi o'zgaradi. Yangi tartibga ko'ra, Muruvvat internet uylari g'amxo'rlik markazlari deb qayta nomlanadi. Yangi muvofiqlashtiruvchi markaz tashkil etiladi. Shuningdek, vakolatli agentlik huzurida nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmatlarni muvofiqlashtirish markazi tashkil qilinadi. U orqali ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya, parvarish tizimi yanada tartibli va samarali yo'lga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. 2026-yil 1-maydan g'amxo'rlik markazlariga kimlar qabul qilinadi? Quyidagi toifalardagi shaxslar. PTMK xulosasiga ko'ra joylashtirilishi belgilangan nogironligi bo'lgan bolalar, yaqin qarindoshlari yo'q, uy-joysiz yoki yashash sharoiti yaroqsiz bo'lgan, ruhiy holati buzilgan 1 va 2 guruh nogironlari, shuningdek ruhiy holati buzilgan boshqa 1 va 2 guruh nogironlari. G'amxo'rlik markazlarida yangi tizim joriy etiladi. Endilikda markazlarda sport mashg'ulotlari, ijodiy faoliyat, ergoterapiya, ijtimoiy va ma'naviy reabilitatsiya ishlari yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, murabbiy kuzatuvida mustaqil yashash xizmati tashkil qilinib, fuqarolarni mustaqil hayotga tayyorlash tizimi joriy etiladi. Xulosa qilib aytganda, parvarishlash nafaqasini oluvchilar soni kengayadi, yangi ijtimoiy xizmatlar yo'lga qo'yiladi, muruvvat uylari g'amxo'rlik markazlariga aylantiriladi. Reabilitatsiya va mustaqil hayotga tayyorlash tizimi kuchaytiriladi. Bu o'zgarishlar nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlashdagi muhim qadamlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Yangilikni boshqalarga ham ulashing. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.